Agar siz shunaqa o'ylayotgan bo'lsangiz, men hali tayyor emasman. Real ishga kirish uchun tajribam yetmaydi. Hali hammasini yaxshilab o'rganib olay, keyin boshlayman. Men sizga bir gap aytaman. Aynan shu kabi xayollar, fikrlar ko'pchilik odamlarni yillar davomida bitta joyda qotib qolishga majbur qiladi. Men buni nazariyadan gapirmayapman. Men yillar davomida Amerika, Rossiya, Dubay va O'zbekistonning yirik kompaniyalarida dasturchi bo'lib ishlab kelganman. Katta loyihalar, katta jamoalar, haqiqiy mas'uliyat, bularning hammasidan o'tganman. Lekin bu yo'l birdaniga katta kompaniyalardan boshlanmagan. Hech kim boshida meni kutib turmagan. Kel, seni dasturchi qilamiz, senga ish tajribasi beramiz demagan. Rezyumemga yozadigan, bir joyga ishga kirish uchun tajribamni yozadigan hech qanaqa tajribam yo'q edi. Lekin meni ichimda bitta narsa bor edi. Men har doim veb-saytlar yaratish, dasturlar yaratish, avtomatizatsiya, Telegram bot yaratishni xohlardim. Va shuning uchun OLX ga, freelance saytlarga, Quark'ga o'zimning e'lonimni joylashtirdim. Va hokazo men sayt yaratib beraman, Telegram bot yaratib beraman deb o'zimni taklif qilib, xizmatlarimni shu saytlarga joylashtirganman. Va vaqt o'tib, kichik biznes, katta biznes, boshqa viloyatlardan, Rossiyadan zakazlar tushishni boshlagan. Va u zakazlarni birin-ketin qilishni boshlaganman. Bu jarayonda men juda muhim ko'nikmalarni hosil qildim. Masalan, avvallari men faqat teoriya, nazariyadan biladigan narsalarimni endi tajribada sinab ko'rib, qanaqa qiyinchiliklar bor, qanaqa qilsa yaxshiroq bo'ladi, osonroq bo'ladi, shularni o'rganganman. Masalan, menga buyurtma kelib tushadi, men uni qilishni boshlayman. Albatta men uni boshidan oxirigacha qilishni bilmayman. Shu jarayonda men yana o'rganaman. Internet, YouTube, postlar, qanaqadir maqolalardan o'rganaman. Bu paytlar hali ChatGPT'lar bo'lmagan, boshqa ma'lumotlar bo'lmagan. Internetdan o'rganib, shu loyihalarni boshidan oxirigacha bitkazganman. Keyin vaqt o'tib, boshqa do'stimni chaqirganman, u klient topgan, ikkimiz birga qilganmiz. Shu yo'sinda taxminan 10-15 tacha loyihani qilib bitkazganmiz. Buning ichida eksport bilan shug'ullangan kompaniyalar bor edi, zavodlar bor edi, oddiy ishlab chiqaruvchilar, oddiy zakazlar, buyurtmalar kelib tushardi. Lekin qiziq joyi shunda, men shu 10-15 ta loyiha qilib bitkazib, uni egalariga topshirib, ulardan daromadimni olsam ham, men hali ham o'zimni o'zim qo'rqizib yurganman. Yo'q, sen hali junior darajaga yetmagansan, sen hali tayyor emassan, sen hali o'rganishing kerak deb, hatto bitta joylarga borib o'zimni taklif ham qilmaganman. Xo'p, mana men shunaqa ishlarni qilib bilaman, meni olinglar deb aytmaganman. Buning barchasi qo'rquv bo'lgan. Masalan, bitta joyga borasiz, suhbatdan o'tmoqchi bo'lasiz, lekin u suhbatdan qo'rqasiz. Yiqilsam nima bo'ladi? Lekin shu narsa yomon. Biz yiqilsam nima bo'ladi emas, o'tib ketsam nima bo'ladi? Tayyor bo'lsam-chi deb o'ylashimiz kerak. Aslida bu ko'p juniorlarda uchraydigan holat. Sen kod yozasan, sen loyiha qilasan, lekin o'zingni dasturchiman deb qabul qila olmaysan. Men ham shunaqa edim. 4-kurs oxirida va nihoyat o'zimga aytdim. Bo'ldi, hech bo'lmasa bir marta urinib ko'raman. Shahrimizdagi bitta jamoaga suhbatga bordim. Rostini aytsam, bu suhbatga borishdan oldin juda hayajonlandim. Chunki bu freelance buyurtma emas edi. Bu aynan haqiqiy jamoa, haqiqiy loyihalar va haqiqiy mas'uliyat edi. Lekin suhbat jarayonida bitta eng muhim narsaga amin bo'ldim. Meni suhbat qilayotgan dasturchilar mendan hamma narsani bilishimni, meni mukammal bo'lishimni, men dasturlash tilini mukammal bilishimni yoki boshqa narsani mukammal bilishimni ular talab qilishmayotgandi. Ularga eng asosiysi men muammolarni tushunishim, ularga yechim topa olishim, o'z ustimda ishlashim, qo'rqmasligim muhimroq edi. Chunki real ishga joylashgandan keyin u joyda biznesning o'zini shartlari bo'ladi, o'zini maqsadlari bo'ladi va shu maqsadlarga, shu masalalarga siz yechim topib berishingiz kerak bo'ladi. Bu eng muhim ko'nikmalardan bittasi dasturchi uchun. Va men o'sha suhbatdan muvaffaqiyatli o'tdim. Birinchi job offerimni oldim. Oylik naqd $500 edi. Bu mening hayotimda juda katta burishlarga sabab bo'ldi. Chunki bu
faqat pul emas edi. Bu menga berilgan birinchi professional ishonch edi. Eng qizig'i, aynan shu birinchi qadamlar, freelans buyurtmalar, kichik loyihalar, Telegram bot, landing page'lar mening keyinchalik kelajakda katta kompaniyalarga kirishimga asosiy poydevor yasab berdi. Chunki katta kompaniyalar ham aslida bitta narsani izlaydi. Ularga muammoni tushunadigan, unga yechim topib beradigan, mas'uliyatdan qo'rqmaydigan, o'z ustida ishlaydigan ishchilar kerak bo'ladi. Shundan keyin o'zimga bo'lgan ishonchim ancha oshdi. Yangi loyihalar, yangi jamoalar, yangi mas'uliyatlar kela boshladi. Vaqt o'tib, men Amerika kompaniyalari bilan ishladim. Dubaydagi loyihalarda qatnashdim, Rossiyadagi jamoalar bilan tajriba almashdim va O'zbekistondagi eng yirik kompaniyalardan bittasi Beeline'da ham ishlaganman. Lekin yana takrorlayman, bularning hammasi shu bitta qarordan boshlangan. Men tayyor bo'lgunimcha kutmayman, men boshlayman.